narx-navolarni so'radinglarmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Hammasi narxini bitib aytib ketamiz. Qani aka? Xo'p, shashlik xolodilnik $400, Azen $500, mana bu $400, vitrina mana bu $100, mana bu ham $500, mana bu stol xolodilnik $400. Morozilnik Premier sig'imi 205 litr, narxi 2 million. Mana bular qolgan hammasi 1,5 milliondan hammasi ishlaydi. Stol nержавейкаlar hamma yoq nержавейка bo'ladi. Narxi 500 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha narxiga, anaqasi razmeriga qarab chiqadi narxi. Moykalari ham bo'yicha. Tosterimiz narxi $100, izgara pech ham $100. Mana bu teplovoy marmit vitrinni kassalarga qo'yib qo'yadi. Buning narxi $200. Slicerlarimiz $150 dan, mikser $200, muz apparatlar $200. Kulinarni xolodilligimiz tortib va pishiriqlar uchun buning narxi $750. Mana go'shtni pishiradigan pech narxi $250. Mana bu 380 da ishlaydigan Abad firmaniki, aniq izgara pech. 380 da ishlaydi, narxi $400. Pitsa xolodilnik, tepasi marmit, xolodavoy. Razmeri 1,5 metr, narxi $750. Mana bu stol xolodilnik $300. BM Sveta muzikalar 4 ta golova, 4 ta zalivka, qolgan hamma anaqalari bilan komplekt shu turishi $800. Xolodilnik Azen, buni sig'imi 1000 litr, narxi $750. Vitrin. Mana bu gurimiz $200, mana bu Bryusa vitrinni $350. Mana bu pромышленный pasti morozilka, tepasi xolodilnik. Buning narxi $750. Qolgan vitrinalar hammasining narxi 2 million so'm narx beramiz. Pianinolarimiz antikvarni 1890-yilgi har qaysi o'zining istoriyasi bilan chiqqan, nimaga va qachon chiqqani uchun narxi 1,5 ming dollardan. Soatan 1,5 ming dollar, xuddi mana shunaqa yilda chiqqan. Keyin mana bu parakanvik tomat pechimiz 6 ta listli bo'ladi, narxi 1,5 ming dollar, ATC firma. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni o'ziga restoran, kafe ochaman degan yaqin tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Like bosishinglardan chiqmasin.